Ramazon hayitida bu yil trend bo'lishi kutilayotgan arabcha qush tili retsepti bilan bo'lishaman, saqlab oling. Un, soda, chimdim tuz, margarinni kroshka holatiga keltirib olamiz. Bitta tuxum sarig'i, suvga limon suvi va ukus aralashtirib xamir qorib olamiz. Kraxmal va unni yaxshilab aralashtiramiz va tingan xamirimizni ikki zuvalaga bo'lib, yupqa qilib yoyamiz va konvert shaklida xuddi mana shunday videoda ko'rsatilgandek taxlab olamiz. 10 daqiqa yana xona haroratida tindiramiz. Keyin esa kraxmal va un sepib yupqa qilib yoyamiz. Maxsus to'rtburchak qolipda kesib olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek shakl beramiz. Kesilgan xamirlarni birlashtirish uchun tuxum oqidan foydalanamiz va to'rtburchak rombik to'rtburchak qilib taxlab, qizib turgan yog'iga solamiz. Ustidan yog'ni sepib yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Samara Food asalli qiyomini tayyor holatda hech nima aralashtirmasdan ustidan quyamiz va kunjut bilan bezatamiz. Bir marotaba yeb ko'rib, sizdan qayta retseptni so'rashadi. Mehmonlaringizni lol qoldiring va dasturxoningizga chiroyli noz-ne'matlarni tortiq qiling. Yoqimli